Alloh ham xotinimizni urishga izn bergan, to'g'rimi domla? Shunaqa ekanmi? Ya'ni yeriga quloq solmasa. Yo'q. O'zing aychi Jamil, sen ham xotiningni urasanmi? Meni xotinim gapimni ikki qilmaydi. Kaltakka loyiq ish qilmaydi. Ammo urishga loyiq bo'lganlarga Xudoyim ruxsat bergan. Qur'onda shunday yozilgan. Ha, shunday. Qur'onda yozilganini o'qidim. Vah. Nimalar deyapsiz? Alloh erkakka ayolga qo'l ko'tarishiga ruxsat berishi mumkinmi? Mumkin bo'lganida payg'ambarimiz ham xotinlarni urgan bo'lardi. Xo'sh, menga aytinglarchi, Rasululloh necha marta ayollarni do'pposlagan? Ana, payg'ambar alayhisalomga ayolga qo'l ko'tarishni munosib ko'rmadingiz-a? Munosib ko'rilmaydi-da. Chunki Rasululloh hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarmaganidek, hatto baland ovozda ham gapirmagan. Payg'ambarimizga loyiq ko'rmaganimiz bu illatni Allohning amri deb hujjat qilishga qanday jur'at qildingiz? Men munosib ko'rmadim. Alloh ayollarni kaltaklang demaydi, onalarni urib bo'lmaydi.